Assalomu alaykum, hurmatli yozyovonliklar, chorvaga qiziqadigan do'stlarimiz. Biz hozir mana bir do'stimiz oldiga kelgandik. Birinchi bo'g'iz bo'lishiga mana shu molimiz. Bir ko'rib baho berib qo'yasizlar. Mana yelinlarni ham mana bitta yaqinroq olamiz. Qani? Birinchisiga ham bu 7 oylik bo'libdi. Bo'y bastlari ham balandgina. Qiziqadiganlar bo'lsa, akamizning nomerlarini qoldirib qo'yamiz. Baholasi 30 million so'm narx aytishyapti, kelishtirib beramiz deyishdi. Nomerlarini yozib qo'yamiz. Murojaat qilsanglar, xudo xolasa chiroyli narxlarda qilib beramiz deyishyapti. Mana ko'rib baho berasizlar.